Assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlar bilan Kombinat bozorida bitovoy texnika narxlarini birma-bir tanishib o'tamiz. Xo'p, birinchi bo'limni mana boshlasak bo'lar ekan. Xolodilniklardan boshlaylik. Xolodilniklardan boshlaydigan bo'lsak, ko'rishlaring mumkin. Premier brenddan xolodilnikimiz. Bo'ylari buru 80 bo'ladi. Defrost sistemada ishlaydi. Xo'p, buni narxlari $345 atrofida chiqadi. Ichlariga ham e'tibor berish ham mumkin. Eni 60 lik bo'ladi. 3 ta polkali. O'zini bu konteynerlari ham bo'ladi. 3 ta konteynerli manazilkasida. 3 yil garantiya servislari bo'ladi. Dizaynlari ham xudo xolasa o'zigacha oladi. Ikkinchi xolodilnikimizga o'tadigan bo'lsak, ikkinchi xolodilnikimiz Immer brenddan bo'ladi. 326 modeli, inox degan variantda. Xo'p, bu воздушный bo'ladi. Elektronik tablolari bor, 3 yil garantiya servislari bor. Ishlariga ham e'tibor berib qo'yasizlar. Metal korlingli bo'ladi. Morosilkalari ham, buni ham 3 ta konteynerli. Ozuqat bo'limida bunda 2 ta konteynerli bo'ladi. Bittasi meva-chevaga, go'sht mahsulotlariga. O'zini suvlar uchun polkalari ham bor. Zakalonli oynalari, konditsionerlari, buni ozuqat bo'limini o'zida 10 ta konditsioneri bor. Buni ham dizayni o'zigacha olamiz, xudo xolasa behijo olasiz. Bu xolodilnikimizga o'tadigan bo'lsa, Bessem brendiniki bo'ladi. Xo'p, garantiyalari 10 yil kompressor garantiyasi bor. Kompressordan tashqari 3 yil garantiyasi bo'ladi. Xo'p, bunimiz 4 qanotli xolodilniklarimizdan, litrlari ham o'ta katta ro'zg'orli aka opalarimiz uchun. Xo'p, keyingi xolodilnikimiz Premier brenddan bo'ladi. O'zini 10 yil motor garantiyalari bor. Xudo xolasa behizo. A kategoriya plus 307 kilovat yoqadi atiga 1 yilga. Hop, shumlari 45 detsibelda. 223 litr tepasi bo'ladi. Ozuqat bo'limi morosilkasi 94 litr bo'ladi. O'zini neobычный elektronik tablolari ham bor. Ichlariga ham e'tibor berib qo'yasizlar. Ichlari ham zakalonli polkalar bilan jihozlangan, LED lampochkalari bor, no-frost sistema. Hop, konteynerlari ham bor, go'sht mahsulotlari, meva-chevalar uchun. Morosilkalariga ham e'tibor berib qo'yasizlar. O'zlari 3 ta morosilkasi bor. 3 yil garantiya, motordan tashqari joyiga, motoriga 10 yil garantiya servislari bor. Hop, keyingi xolodilnikimizga o'tadigan bo'lsak, Avangard brenddan bo'ladi, Xitoy mahsuloti. Ichlariga e'tibor berib qo'yasizlar. Bu qirov. Воздушный bo'lmaydi. 3 yil garantiya servislari bor. Buni ham zakalonli polkalari bilan. O'zi konteynerchalari ham bo'ladi. Hop, buni morosilkasi sal kichikroq bo'ladi. Qolgan xolodilniklarga qaraganda litri ham kichikroq bo'ladi. Hop, Premierimizni narxini aytamiz. 5 million 600 ming so'm Premierda narx chiqadi. Narx pulga hammasi. Hop, buni narxi 4 million 200 ming so'm chiqadi. Avangard brendiniki. Bu 180 lik, buniki 185 bo'ladi. Keyingi xolodilnikimiz LG brenddan 459 modelda. Bu ham no-frost sistemada ishlaydi. Ichlariga buni ham e'tibor berib qo'yasizlar. Buni tablolari elektron tablo mana bu yerda bo'ladi. Eshikni ochganlaringda 3 ta zakalonlik polkalari bor. No-frost sistema bu ham, fresh zona, hamma yo'llari bor. 10 yil motor garantiyasi bor. O'zi LG'dan maqtashni ham keragi yo'q. 10 yil motor garantiyasi bor. Motordan tashqari joyiga 3 yil. Xitoy zborka, har tomonlama behijolat variant. Xo'p, buni narxi 7 million 500 ming atrofida chiqadi. Yana tushib beradigan xonasi bor. Bu xolasa kesalaring kelishtirib beramiz. Xo'p, keyingi xolodilnikimizga o'tadigan bo'lsak, Seventage brenddan bo'ladi. Bo'ylari 190 lik, elektronik tablolari, no-frost sistema bo'ladi. Dizayniga ham alohida e'tibor berib qo'yasizlar. O'ta trendda bo'layotgan ranglardan, seri rangda, inverter motorli bo'ladi. Ichki qismiga o'tadigan bo'lsak, hop, ichki qismida zakalonli o'zining ikkita polkasi bor, bitta polkasi bo'ladi. Bu ham o'ta ekonomishli, 267 kilovat 1 yilda tok yoqadi. 245 litr tepasi. Hop, kichkina ro'zg'orda oilalarga bo'yi 140 lik xolodilniklarimiz ham bor. 3 yil garantiya servislari bo'ladi. Premier brenddan Toshiba motorli bo'ladi bu ham. Hop, 180-90 tepasiga ishlayveradi, bemalol. O'zi undan ham pastroqqa ishlayveradi. Hop, 3 ta zakalonli polkalari bor buni. O'zini tuxum qo'yish uchun, mayonez, shuna narsalar qo'yish uchun polkalari bor yon tomonda. Morosilkalari 41 litrli bo'ladi. Hop, buni ham 3 yil garantiya servislari bor. Hop, buni oq rangini 2,5 million so'mdan qilib beramiz. Endi keyingi xolodilnikimizga o'tadigan bo'lsak, Avangard brenddan bo'ladi. Xitoy mahsuloti bu ham 3 yil garantiya servislari bor. Ichlariga e'tibor berib qo'yasizlar. Bular ham ichlari keng bo'ladi. Buni ham 3 ta polkali bo'ladi. Bitta konteyner bor tagida. Hop, buni narxini 2 million 900 ming qilib beramiz.
Bu ham ancha ekonomishli. 215 kW tok yoqadi. Attiga 215 kW. Premier brend deyni, u qorasi. Zrak inox deymiz. Bundan 2 million 600 ming so'm chiqadi. 100 ming so'm qimmat yuradi. Immer brenddan bu xolodilnikimiz bor. Bu ham moshli narsa. 160 litr ozuqat bo'limi, 50 litr morozilikasi chiqadi. Qolganlarga nisbatan endi buni ozuqat bo'limini 10 litr kichkina qilib qo'yganim, lekin morozilikasini 50 litr qilib qo'yganman. Morozilikasi 50 litr bo'ladi. Ikkita o'zini zakaloniy polkalari bo'ladi. Xo'p, bular narxini 2 million 600 mingdan qilib beryapmiz. Xudo xolasa. Televizorlarimiz bor. Televizorlarimiz 32 ekrandagilar, prostoylari 1 million 100 ming so'mdan, Androidlariga 1 million 300, 1 million 400 har xillari bor 32 ekrandagilar. Qirg'ochliklarimiz 1 million 850 ming so'mdan, hop 2 million 800, 300, hop 4,5 million har xillari bor uni ham. 55 li 65 li televizorlarimiz ham bor Skladda. Avtomat Premierda ham kir mashinalari bor. Buni seri rangi ham bor. 6 kilolik bo'ladi. Katta kilodagi ham bor. 10 yil motorga garantiya, servis, inverter motorli bu ham. İçlari ham keng bo'ladi. Moshli narsa 2 million 800 ming atrofida chiqadi. LG ga yana bir xil bunaqa sensorli variantlari ham bor. Bular 6 million 700, 6 million 600 atrofida chiqadi. Zifler brenddan bor. Mana Zifler brend 8 kilolik. Hop, bularimiz 2 million 800 ming atrofida chiqadi. Keyin Hoffman brendidan bor mana. Hoffman ham moshli narsasi. 6 kilolik varianti bor. Buni katta kilodagilari ham bor. Hop, bular narxi 4 million 800 mingdan qilib beryapmiz. Oqa, Immer brenddan mana ko'rishlaring mumkin. Bularimiz 3 million 800, 3 million 600 atrofida chiqadi. Xudo xolasa, uni ham narxini chiroyli hisoblab yo'lda qilib beramiz. Dastavkalarimiz bor. Xo'p, xolodilnikda 170 liklari mana 3 million 600, 3 million 700 atrofida chiqadi. Gazlarimizni ham ko'rsatib qo'yamiz. Gazlarimiz hozir vibralari kamayib qoldi. Xudo xolasa keladi bulardan ham. Xo'p, 2 milliondan 3 milliongacha bor. Xo'p, endi bitta pilsoslarimizni ko'rsatib qo'yamiz. Pilsoslarimiz qopli, stakali har xildan bor. LG, Samsung deysizmi, nima desangiz topib beramiz. Robokilengacha bor, xudo xolasa. Xo'p, pilsoslarimiz narxi mana shu pilsosdan boshlanadi. Xo'p, 450 ming so'mdan 3,5 milliongacha pilsos bor, xudo xolasa. Xo'p, qanaqasi ma'qul kelsa shundan qilib beraveramiz. Qaysi bir ma'qul kelsa, artellarimiz bor, 650 mingdan, Premierlar bor, 900 ming so'm atrofida chiqadi. Gazlarimiz, o'rnatma gazlar bor, 1 million so'mdan boshlanadi. 1 million 500, 1 million 800 ashaqagacha bor. Vitishkalari ham bor. Turbo motorlilari, yaxshilari. Xo'p, 1 million 200, 1 million 300 atrofida chiqadi. Xudo xolasa, do'konimizga tashrif buyurib, bemalol xarid qilishlaring mumkin. O'zbekiston bo'ylab dastavkalarimiz bor. Pastga nomerlarga aloqaga chiqib, hop, like, podpiska bo'lishda esdan chiqarmaysizlar. Xudo xolasa, sizlar bilan yana ko'rishamiz. Narxlar xudo xolasa insof bilan. O'tsin.